Assalomu alaykum. Agarda sizga umurtqa pog'onasida, masalan, grija operatsiyasi tavsiya etilgan bo'lsa va siz qo'rquv va ikkilanishlar ichida qolgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki biz bu videoda eng ko'p tarqalgan va bemorlarni tashvishga soladigan 5 ta afsona to'g'risida gapirib o'tamiz. Birinchi afsona: operatsiyadan keyin nogironlik aravachasiga o'tirib qolaman. Bu ehtimol eng katta va eng asossiz qo'rquvlardandir. Chunki odamlar umurtqa pog'onasi operatsiyasi deganda katta kesim va orqa miyaga tegib yuborish va buning oqibatida falaj bo'lishini tushunishadi. 20-30 yil oldin bu falaj bo'lib qolish xavfi va nerv to'qimalarini shikastlash xavfi kattaroq edi. Lekin hozir ayniqsa to'liq endoskopik operatsiya yordamida biz katta kesmasdan 7-8 mm teshik orqali yuqori aniqlikda kamerada ko'rib turib nerv to'qimalarini operatsiyalarni bajaramiz. Bu esa operatsiya vaqti yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni juda kamaytiradi. Falaj bo'lib qolish xavfi zamonaviy endoskopik operatsiyalarda juda kam. Ikkinchi afsona: operatsiyadan keyin grija baribir qayta chiqadi. Aslida bizning ko'p yillik tajribamizga asoslanib aytishim mumkinki, grijaning qayta chiqishi 2% yiliga. Bu juda kam hisoblanadi. Chet el ma'lumotlariga asoslanib aytsak, 2% dan 18% gacha qaytalanishi mumkin. Va yana shuni aytib o'tishim kerakki, agarda bemorimiz operatsiyadan keyin barcha maslahatlarni, biz aytgan yo'riqnomalarga amal qilishsa, ularda grijaning qayta chiqishi va asoratlar kelib chiqish xavfi juda past. Uchinchi afsona: reabilitatsiya, ya'ni tiklanish davri juda uzoq va og'riqli. Yana bir eskirgan tasavvur. Ochiq operatsiyadan keyin bemorlar haftalab shifoxonada yotishi mumkin edi va undan keyin ham og'riqlar bilan asta-sekin reabilitatsiya va tiklanish davrida bo'lishar edi. Hozir esa zamonaviy endoskopik jarrohlik yordamida sog'lom to'qimalarga minimal shikast yetkazish hisobiga bu tiklanish davri juda qisqa. Ko'pchilik bemorlarimiz 24 soat ichida uyga ketishmoqda. Grij operatsiyasidan keyin 95% holatlarda operatsiyadan keyin darhol og'riq yo'qoladi. Bu juda yaxshi natija hisoblanadi. To'rtinchi afsona: belimda juda katta va xunuk chandiq qoladi. Bu ham juda ko'p tarqalgan bemorlarimiz orasidagi bir afsonadir. Aslida operatsiyadan keyin qoladigan chandiq 6-7 mmdir. Ma'muncha. Juda kichkina. Bu chandiqni aslida topishni o'zi ham qiyin bo'ladi operatsiyadan keyin. Beshinchi afsona: operatsiya eng oxirgi chora, ungacha chidash kerak. Bu eng ko'p tarqalgan va eng yomon afsonalardan biri. Nimaga? Chunki ayrim bemorlarimiz og'riqqa chidab yurishadi va bundan keyin ularda kuchsizlik belgilari paydo bo'ladi. Ayrim hollarda siyishda va jinsiy a'zolarda ham o'zgarishlar boshlanishi mumkin. Bu nimaga yomon? Bu o'zgarishlar boshlangandan keyin 85-95% holatlarda ularni keyin qayta tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun og'riq paydo bo'lgandan keyin nevrolog vrachlarimizga uchrash kerak. Agarda og'riq davodan keyin ham qolmayotgan bo'lsa, og'riq davom qilayotgan bo'lsa yoki kuchayotgan bo'lsa, kuchsizlik paydo bo'lgan bo'lsa, siyishda o'zgarish paydo bo'lgan bo'lsa, darhol neyroxirurgga uchrash kerak. Aslida siyish o'zgarishi va kuchsizlikkacha olib bormaslik kerak. Chunki kuchsizlik paydo bo'ldimi oyog'ingizda, buni tiklash juda qiyin. Shuning uchun chidash har doim ham to'g'ri qaror emas. Xulosa shuki, umurtqa pog'onasi jarrohligi haqidagi ko'plab qo'rquvlar o'tmishda qolgan. Zamonaviy texnologiyalar bu amaliyotlarni xavfini juda kamaytirgan va juda samarali qilib qo'ygan. Agar bu afsonalar sizga tanish bo'lsa va video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z tajribangiz haqida izohlarda yozib qoldiring. Nima savol bo'lsa, maksimal darajada sizga javob berishga harakat qilaman.